bola boqib olishga ham kirishganman. Kirib kelishimga sabab bu meni 3-farzandimni eko qilishimda bo'lgan. Alhamdulillah 3 qizim bor. Katta qizlarim katta, 20 yosh, 16 yosh, kichkinamiz 5 yosh. Lekin bu eko qilishimdan oldin mana 9 yil bo'ldi. 9 yil oldin Alloh o'zi tabiiy yo'l bilan o'g'il farzand bergandi. Lekin umri qisqa ekan, shu yurak parugi bilan eng og'ir turi tetradofalot diagnozi bilan olamdan o'tgan. Lekin meni boshimga tushgan bu depressiyani hech qaysi onaga ravo ko'rmayman. Farzand yo'qotish bu juda ham katta og'ir sinov deb bilaman. Lekin har bitta ishi, har bitta Alloh bergan sinovi orqasidan xayri, ya'ni nima deydi, yaxshiligi bo'lar ekan. Buni shu boshimga tushgan sinovdan keyin bildim, amin bo'ldim bu narsaga. Men o'sha farzandimni dunyoga keltirayotganimda kesirva yo'li orqali dunyoga keltirishim kerak edi. Hammasi yaxshi o'tgan, kesirvadan bola yaxshi tug'ilgan.